Bugun sizlar bilan Ziyod Shohshefga obuna bo'lganlarga 50 ming va 100 ming voucherlarimizni 8 oyda tarqatamiz. Ziyod Shohshef restoranimizga obuna bo'lganmisiz? Obuna bo'lganmisiz? Bitta ko'rsata olasizmi? Obuna bo'lgan ekansiz. Agar oxirgi videomizga like bosgan bo'lsangiz, sizga 50 ming emas, 100 ming voucherimizdan bergan bo'lardik. Mana. Like bosgan ekansiz. Mana sizga 100 ming voucher. Ziyod Shohshef restoranimizga obuna bo'lganmisiz? Bo'lganman. Agar bitta ko'rsatning obuna bo'lganmisiz, 50 ming voucherimizdan yutib olgan bo'lardingiz. Hozir to'xtab turing. Mana bumi? Da, obuna bo'lgan ekansiz. 50 ming voucherimiz mana sizga. Rahmat. Farzandlaringiz bormi? Bor. Farzandlaringiz bo'lsa 1-iyun kuni bizda bayram bo'lyapti. Olib kelsangiz farzandlaringiz mazza qilib dam olib ketishadi. Bizani Ziyod Shohshef restoranimizga obuna bo'lgan bo'lsa 50 ming voucher beradi. Oppa kaklaslarni kutib turgandim. Mana ko'rishinglar mumkin. Obuna bo'lganman. Obuna bo'lgan ekansiz. Men voucher senga. Yoshing nechida? 14. 14. 1-iyun kuni bizani kafega borsangiz, senga zo'r sovg'alarimiz bor. Bo'ldi. Mazza qilib Обязательно boraman. Siz uchun boraman. Bizani Ziyod Shohshef restoranimizga obuna bo'lganmisiz? Hozir ko'ramiz. Obuna bo'lgan ekansiz. Maylisga mana 50 ming voucher. Shohshef kafemizga obuna bo'lganmisizlar? Ha, obuna bo'lganmiz. Bo'lgansiz. Bitta ko'rsatinglar-chi, agar obuna bo'lgan bo'lsanglar, sizga 50 ming voucherimizdan bergan bo'lardik. Bo'lgan ekansiz. 50 ming voucherimiz sizga. Ziyod Shohshef restoranimizga obuna bo'lganmisiz? Yo'q. Ziyod Shohshef restoranimizga obuna bo'lganmisiz? Ziyod Shohshef restoranimizga obuna bo'lganmisiz? Obuna bo'lganman. Bitta ko'rsatingchi, agar obuna bo'lgan bo'lsangiz, 50 ming voucherimizdan berardik. Obuna bo'lgan ekansiz. Mana sizga 50 ming voucherimiz.